Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kunning muhim yangilik va hodisalarini kuzatib borishning kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llagan holda video ostida like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. AQSh tunda Eronga hujum qilishi mumkin. AQSh harbiy kuchlari aviatashuvchisi boshchiligida maxsus guruh Yaqin Sharq tomon harakatlanmoqda. Xabarlarga ko'ra, AQSh prezidenti Donald Trampning bugun tunda Eron hududiga hujum qilish bo'yicha buyruq berishi mumkin. Ushbu voqealar fonida Yevropa aviakompaniyalari ayrim reyslarni bekor qilmoqda, samolyotlar esa ommaviy ravishda Isroil havo hududini tark etmoqda. Eron har qanday hujumni urush deb qabul qiladi va jiddiy javob beradi. Har qanday ehtimoliy tajovuzga Tehronning javobi iloji boricha qattiq bo'ladi, deydi Eronning yuqori mansabli amaldori. Biz bu safar har qanday hujumni bizga qarshi to'laqonli urush sifatida ko'rib chiqamiz va eng qattiq qo'l tarzda javob beramiz, deydi u jurnalistlarga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan. AQSh Tinch okeanida qayiqqa zarba berdi. Kecha 23-yanvar kuni AQSh qurolli kuchlari Janubiy qo'mondonligi Tinch okeanida qayiqqa zarba berdi. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, kema Tinch okeanining sharqiy qismida giyohvand moddalar narkotrafik operatsiyalarida ishtirok etgan. Zarba oqibatida 2 kishi halok bo'lgan va yana 1 kishi tirik qolgan.